Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi Davlat ekologik ekspertizasi markazi tomonidan Namangan viloyatida Namangan oqova suvlarni tozalash inshootini qurish investitsiya loyihasi doirasida ekologik baholash hujjatlari yuzasidan jamoatchilik eshituvlari bo'lib o'tdi. Eshituvlar Namangan tumani Namangan suv ta'minoti filialida, shuningdek, loyiha doirasiga kiruvchi qator mahalla fuqarolar yig'inlarida tashkil etildi. Viloyatdagi eng katta oqova tozalash inshooti bo'lib, qariyb 60 yildan beri faoliyat ko'rsatib, uzluksiz. Hozirda ma'nan eskigan holatga kelgan. Hozirgi holatda qayta ishlab chiqarish kubometri 70 ming 80 ming kubometrgacha bo'lsa, yangi korxonasi loyihasi bo'yicha 100 ming va 110 ming kubometrgacha amalga oshirilishi kutilyapti. Bu loyihaning eng asosiy afzalliklaridan biri ichimlik suv sifatida foydalanish. Bu bizni suv sohamizda eng katta bir o'zgarishlardan biri bo'ladi deb o'ylayapman, kutyapman. Ochiq muloqot shaklida o'tkazilgan eshituv aholining fikr-mulohazalarini o'rganish, loyiha mazmun mohiyatini tushuntirish hamda mavjud ekologik muammolar yuzasidan savollarga javob berishga qaratildi. Mutaxassislar tomonidan loyihaning ekologik va ijtimoiy ta'siri, qurilish hududi holati, zamonaviy texnologiyalar qo'llanilishi hamda oqova suvlarni tozalash samaradorligi haqida batafsil ma'lumot berildi. Ma'lumot uchun loyihada Namangan tumanida mavjud oqova suvlarni tozalash tizimini modernizatsiya qilish va yangi zamonaviy tozalash inshootini barpo etish ko'zda tutilgan. Loyiha doirasida 3,5 gektar maydonda yangi inshoot rekonstruksiya qilinishi, zamonaviy xorijiy texnologiyalar asosida mexanik va biologik tozalash jarayonlari joriy etilishi, yangi kanalizatsiya quvurlari o'rnatilishi reja qilingan. Shuningdek, asosiy chiqish nuqtalariga maxsus nazorat detektorlari o'rnatilib, oqova suvlarning sifat ko'rsatkichlari doimiy monitoring qilinadi. Jamoatchilik eshituvlari davomida aholi tomonidan kanalizatsiya tizimidan chiqayotgan noxush hid, qishloq xo'jaligi yerlarining zararlanishi, daryoga oqizilayotgan oqova suvlar hamda eskirgan quvurlar muammosiga e'tibor qaratildi. Mutaxassislar tomonidan loyiha takomillashtirilganligi, xalqaro va milliy standartlarga muvofiqlashtirilgani hamda zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqilgani qayd etildi. Unga ko'ra, loyiha amalga oshirilishi natijasida badbo'y hid muammosi kamayishi, ochiq oqizilayotgan oqova suvlar to'liq tozalanishi va atrof muhitga salbiy ta'sirning oldi olinishi kutilmoqda. Eshituvlar yakunida ishtirokchilar loyiha yuzasidan o'z fikr va takliflarini bildirib, ekologik va ijtimoiy jihatlarni inobatga olgan holda loyiha bosqichma-bosqich va shaffof tarzda amalga oshirilishi zarurligi ta'kidlandi.